Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görürmelerimiz. İslam ve Biz programımızın 118. bölümünü görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz her haftada uzundan buyan her bir Müslüman çokum dinimizde Kur'an, sünnet nurida düşünüş gerek bo'lgan xilma-xil temalarni ayrım tema şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Bugun şunun cümlesinden tünügün e'lonimizda bergandek Qadr kechisidanmi yaxshi degan temada to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Albatta bu mavzudan shu hamon o'qigan bir kishi darhol zihniga nima yaxshi degan bir jumlaning oxiri butunlanmagan, tugamagan bir şekilde mavzu qo'ydik. Zihnimizda bir savol paydo qilsin. Nima yaxshi ajaba degan bir savol darhol zihnimizga keladi. İnşallah bugünkü bu sahnimizde bunu etişqa, bunu düşündürüşke tirişimiz. Programımızdan daimlik mihmini hammalarga tanışıq bo'lgan hurmatli ustaz Sharq Turkiston Ulamalar birligi shundoqla Dünya Müslüman Alimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Qashqarining taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qolganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran aldı çıkıp durayotgan numaramiz shundoqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta biz bu muborak oylarning sultoni bo'lgan Ramazondan daha yaqinda ayrıldık, Şevvalda turibdimiz. U Ramazonda albatta mayli Ramazonlik programmamiz bo'lsin va yoki Ramazanның içinde ötküzülgen İslam ve Biz programımızda olsun. Kadir kechisi haqida to'xtalgan Müslümanlarga ata qılingan bundaq bir 1000 aydan ulug' fazilatlik bo'lgan bu ayninki fazilati haqida albatta kengari to'xtaldik. Bugun inşallah buningki Kadir kechisidan yaxshi bo'lgan bir kecha yoki shu amalning qaysi ekanligini bilish uchun o'tiribmiz. Bevosita birinchi savolimizga kirib ketgan bo'lsak, Qadr kechisidanmi yaxshi, savobliq, afzal bir kecha borligiga dalilni nereden olamiz? Shuni boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Belki bu temaga qaragan ya tema o'ylangan qarindoshlar bu Ramazan bilan münasebetli temenin hazırını münasebet edip qilish mumkin. Xo'sh. Amaliyotda bu tema Ramazanning eng oxirgi kunlarida 29-30 to'xtalgan bo'lsak balki yaxshi bo'ladi. Bu tema u Ramazanda emas, boshqa vaqtlarda to'xtalsa taxmi qimmat bo'lgan bo'lg'achqa bugun to'xtalib o'tiribdik. Savol kelsak, biz yuqori deyilgandek Qadr kechisi eng ulug' bir kechadir. İbadet cihatte, fazilat cihatte, savab cihatte onun aldığı öteden bir kecha yo'q deb to'xtalgan edim. Xo'sh. Yani Qadr kechisining savobidimi, uning fazilatidimi ulug' ish harakat bormi? Qadr kechisidimi afzalroq savob erishadigan qanday bir faoliyat bor musulmonga nisbatan? Biz Qadr kechisini Ramazon oyida erishsak uning savobiga Alloh taqdir qilgan bo'lsa, uningda boshqa vaqtlarda ashunday bir savoblar, boshqa tur ish harakat bormi, yo'qmi degan bu savol tabiiy hammalarning kaldisi keldi. Buningki javobi haqida Peygamberimizning ikki hadisi var, onu sunmoqchi. Birinci hadis Peygamber Aleyhisselam mevqifu saatin fi sabilillah Peygamberimizin hayrun min iqameti leylatul kadr indal haceril asved. Allah'ın yolunda malum vakit meydanını ifadeleş, meydanını aşkarlaş, enik pozisyonu bildiriş, kaysı meydanda, kaysı pozisyada yaki kanda bir prensip turduğanlıkını cakalaş. Bu adamninki Beytullah'da, Kabe'de, Haram'da Qadr kechasini o'tkazganlikdan yaxshi dedi Peygamberimiz. Bu yerdagi saatdan maqsad 1 saat emas, 60 minut emas. Belki 10 minut bo'lishi mumkin. Belki 1 minut bo'lishi mumkin. Belki 7-8 saat bo'lishi mumkin. Xo'sh. Yani bir adamninki Allah'ның yolida o'zining meydanını ifodalashı, meydanını jakalayalishi. Mesela birisi inqilab qo'zg'ash shuarni o'ttirib qo'ydi. 1 minut geçişi mümkün, 10 minut geçişi mümkün. Xo'sh. Mustabidlikka qarshi, zulmga qarshi, tajovuzga qarshi cho'qim inqilab qo'zg'ash lazım. Degan bu shuarni o'tirib qo'yib, inqilab uchini, inqilab o'tini
uçqundatgan bo'lsa, bu odamning shu vaqt harakati 5 minutlik bo'lishi mumkin, 10 minutlik bo'lishi mumkin, 1 soatlik bo'lishi mumkin. Bu odamningki Ka'bada ibodat qilgandan qadrkisini haramda o'tkazganlikdan afzal. İkinci hadis, biz izohatga yana keyin kelamiz. Xo'sh. Payg'ambar alayhissalom hadisda ala unabbiukum bi laylatin afdal min laylatil qadr. Men sizlarga qadr kechasini afzal bo'lgan, savob jihatda, fazilat jihati. Ile hammasi irishay desanglar, savobni intilay deb qolsanglar, qadr kechasini afzal bir sharoit bor. Xo'sh. Vaqt bor. İmkoniyat va fursat va buni sizlarga deb beraymi, deb bermayman degan deb baslar. Payg'ambar alayhissalom javoban qadr kechasidan qilishmaydigan fazilat jihat. Uningdan yaxshiroq o'rin olgan vaqt, payt, sharoit qaysi desa, Xo'sh. harisun haris fi mavqif fi arz xavfdi. Chegara qo'g'dashdi. Qo'rqinchi bir zaminda, urush bo'layotgan bir paytda, jang bo'layotgan bir paytda, to'qinish bo'layotgan bir makonda qo'g'dashdi. Post turish, chegara qo'g'dash, himoya qilish, mudofaada turish bu qadr kechasini haramda o'tkazganlikdan afzal. İşkide hadis, sağlam hadis bo'lsa sağlam, sahih hadis bo'lsa sahih hadis. Yani bu iki hadis bizga nimani tushuntirib berdi desa, iki hadis musulmonlarningki tasavvurdagi bir xato tushunchani tuzdi. Xo'sh. Ko'plagan bugungi musulmonlar yuz berayotgan xato tushunchaga xotim berdi. Yani bu iki hadisdagi musulmonlar biz qadr kechasini haramda o'tkazsak Ramazonda, masjiddan chiqmay o'tkazsak, jannatning ochqichini yanchiqimizga oldik. Mas'uliyetimiz tugdi. Özümüz yaxshi olsak bo'ldi. Zikr bilan, tilovat bilan, savobli ishlar bilan o'tkazib oldik. Endi qolgan 11 oyda xohlagancha cho'gilsak bo'ladi. Bizning boshqa mas'uliyetimiz yo'q. Ummat bilan nima ishimiz, musulmonlar bilan nima ishimiz, davlat bilan, millat bilan nima ishimiz deydigan manda xato tuyg'u gap qilish iborat bir hukmni tuzlaydi. Yani bu iki hadisdagi musulmonlarki biz yaxshi olsak mayli, o'zimiz yaxshi olsak, mesela namoz o'qisak, roz tutsak, az dolu bir pulumuz var, zakitini versek, özümüz yaxshi olsak böyle. Millet bilan nima ishimiz, siyaset bilan nima ishimiz, davlat kurumuzda nima avarchilik, boshqalarning ishini hidoyat tamam, zalolat tamam, uni nima ishimiz deb beshini ishga chumkir oldigan, ko'mtirib oldigan, to'qishga o'xshash, yo'ginib turib oldigan, hech qanday ish aralash qilmaydigan, xuddi uning mas'uliyati qadr kesilib tunab qo'ysa, butun mas'ul tugadigandek bunda bir xato tushunchaga ikki hadis ig'ir darajada tuzatib yuradi. Xato o'sini qilgan ishini. Sening mas'uliyating qadr kesilib bu savob erishish bilan tugamaydi. Qarang. Bu qadr kesilsa savobiga erishish shuncha ulug' bir ibodat bo'lsa-mi? Savob jihati 83 yillik savob erishadigan bo'lsa-mi? Allah'ın yoldaki bir qatamliq meydanın ifadeleşen töven orun turdu savab jihatları. Xo'sh. Allah yolida bir chegirani mudofaa qilishingdan fazilat jihati, savob jihatda töven orun turdi. Nemish qalsa? Chunki qadr kechasindagi natijasi ta'siri shu odamning shaxsiy hayoti ko'rin. Ya'ni yakki xarakterlik bir ibodat. Ammo boshqalarga ta'sir etadigan, boshqalarga manfaat yetkazadigan cemiyet karakterlik, millet karakterlik, vatan karakterlik, devlet karakterlik, ummet karakterlik bu hareketinin faydası anından kollektif hareket buluş itibarı bilen evzeldi. Mağu düşünceli bu hadis bizge yoritmakçı. Demek biz bugün kollekte Müslüman cemiyeti hareketçilikle iş kaşırımızda edikenimiz, faaliyetçilikle iş kaşırımızda edikenimiz, Müslümanlar bir uygun iş yaratishi lazım deyikenimiz, Müslümanlar o'ziga tayinib o'zininki mustaqil hukukunu esli keltirishi, adaletga, erkinlikka, hurlikka erishish lazım deyikenimiz, ibodatga tayinib turib, qalbini ibodatlar bilan paklab turib, ruhini paklab turib, Alloh yaqinlashib turib, taximmi ko'p harakat qilishga, taximmi ko'p faaliyetçilik harakat qilishga muhtoj. Elbette biz Allah'ın yolda hareket kılımız deydikenimiz, qaysi bir insan Allah yolda iş kılımız deydiken bu insan birinci olup ruhi dünyasını güçlendiriş lazım. Manevi dünyasını güçlendiriş lazım. Kalbini paklaş lazım. Nefsini tazılış lazım. İbadetlerindeki takazzası, maksatlarımı insanın maneviyetini güçlendirip Allah'a yakınlaşır. Elbette Allah'a yakınlaşkan bir insan, Allah'dan korkan bir insan, Allah'a göz yaşını tökken bir insan, elbette bu şahsi mesuliyetini halkıp ötep, ictimai mesuliyetini üst üste alır. Çünkü bunun deliliyle karısak, Peygamber aleyhisselam şuna deyip,
ikki turli ko'z var. Do'zax kirmaydi. Yani bu adamlar cennet gördü. Azaptan saqlanib qoldi. Birisi Allohdan qo'rqib yosh to'kkan ko'z. Aynun bakat min xashatlari. Gunohlarga qarta, osiyliklarga qarta, xatoliklarga qarta tavba qilib yongan odam. Bu cennet gördü. İkinci birisi Allah yolunda chegara qo'ydigan odam. Aynun bata tahris bisabil. Allah yolunda mudofaa turgan odam. Allah yolda mudofaa turib uxlamagan bu odam cennet gördü. Demek bir yerde iki kişinin birleşiyor. Birisi günahlardan tavba qilib yalgan adam, ikinci birisi ijtimoiy mas'uliyat o'z ustiga adam bu cennet gördü, do'zax saqlanib qoladi. Unda bo'lgancha adam bu ishga hadis qargan adam yoki bu ishga hadisning taqozosi, xarakter munosib adam nima uchun? Islom dini ish harakat dini ekanligi uchun. İslam dinidagi kollektiv harakat, kollektiv hamkorlik dini ekanligi uchun. Islom dinining da'vat dini ekanligini, jihad dini ekanligini, jang dini, kurash dini ekanligi uchun. Shundaqla bu dinning ruhoniy din bo'lgandek, axloqiy din ekanligini, ta'lim tarbiya din ekanligini, iqtisodiy, siyosiy hamma taraf bilan munosabatli din ekanligini mana bu hadisdan aniq tushunib yetadi. Payg'ambar alayhisalom bu ikki hadis orqali musulmonlarga yana ikki nuqtani eslatmoqchi. Birisi g'oya bilan vasfini farqlantira olgan musulmonlar deydi. Xo'sh. G'oya nima bu yerda kelsa, Allohning roziligiga erishib, jannatini qo'lga keltirish, do'zaxdan saqlanish. Bu g'oya. Endi elib berilayotgan musulmonning hayotidagi faoliyatlar, masalan, ibodatlar, zikr tasbihlar, yaxshiliklar hammasi maqsad nima? Buning hammasi vosita. Bu Allohning roziligiga erishmoq. Bu ikkini farqlantira oladi. İkinci birisi Müslümanlar yakki xarakterlik ibadet bilen kollektif xarakterlik ibadet. Yakki ibadet bilen kollektif iş hareketini mani farqlandırıladi. Yakki ibadetin savabı her qanç fazilet olsun, qadri kistek her bir Müslüman teşkil olgan, intildigan bo'lib qolsa-mu, kollektif xarakterdagi ibadet, kollektif xarakterdagi harekettin savab jihati, fazilet jihati tuban o'rin turib buni unutib qolmadi. Qadri kis shunchalar ulug' bo'lsa-mu, buningki natijasi qarsak yakki xarakter bo'lganlikdan kollektiv xarakteri ega, yoki jamiyat xarakteri ega mudofaa turish, millatni qo'g'dash, vatanni qo'g'dash, musulmonni qo'g'dash, islom aqidasini qo'g'dash, islom prinsiplarini qo'g'dash, islom axloqini yoki islom idis qo'g'dashda bu ish harakatdan yam tuban o'rin turib, ma'ni unutib qolmadi. Buni bizga eslatmoqchi. Unda o'qigan vaqtida musulmonlar deymizki, bizning o'qigan Qur'onlarimiz, tilovatlarimiz yoki qilgan yaxshiligimiz hammasi Allohning roziligiga erishish uchun bir vosita. G'oyani unutib qolmaylik. G'oyaga yetishning yo'li faqatlam qadri kesiq bir kunlik tunash bilan tugmaydi. Ramazonni qaraydigan bo'lsak, maşallah adam namoz o'qiydigan yer topib qo'ymaydi. Hatta Uyg'urlar bor rayonda. Ramazondan keyinchi u xil ruh ekan. Ramazonga o'xshash bir saxiylik ruhi ekan. Ramazonga o'xshash mardlik ruhi ekan. Ramazonga o'xshash bir-birisi kechirmaslik ruhi ekan. Ramazonga o'xshash bir-birisiga yaxshi muomala qilish ruhi ekan. Buni bizga o'rgatmoqchi bu hadislar. Her vakit Ramazan'ın ruhi sende olsun. Fakat kadir kısılan tüydü demedi. Allah'ın razılık ilişkilerine olan yol çıktı. Bunu türecek. Bu malum bir ibadet bilen malum bir urumun çekilinip kalmaydı. Allah farz kılgan ibadetini kılışı bilen birlikte zamanınki, makanının, şaraitinin takazası karta iş hareket kılıydı siz Allah'ın razılığına siz irşaleysiz. Demek bir yerde belki bir seninki bir katımlık pozisyisi. Birisininki bir zalim, mustabid hakimiyet aldı da karşı meydanı ifadelep inqilab qo'zg'aganligi. Şu adamninki Ka'bada qadr kechasini o'tkazib ibodat qilgandan afzal bo'lsa afzal. Bu hadisning taqozosi bilan so'zim emas. Xo'sh. Buning asosan, bu yuqoridagilarga asosan Payg'ambar alayhisalom bir odamninki bir qatimliq maydonini ifodalashni bir qatimliq uğavaldachiligini, bir qatimliq yurkini qopta qilib maydonga chiqarishini qadr kesisga ibodatdan afzal deb qoldi. Bir qatimliq ash odamning mudofaa turadiganligini, chegara qo'g'dashning o'zini atiya olganligini qadr kesisning savobiga haram deyman deganlikdan afzal deb qoldi. Unda o'ga vaqtida biz islom prinsiplarini qalbimizda yerlashtiramiz deydiganmiz, islomning ko'rsatmasi bo'yicha yashaymiz deydiganmiz. İslam'ın ko'rsatmasini g'oyalarga yetimiz deydiganmiz. Birinchi qilib islomni sog'lom tushunishimiz lazım. İslamni to'g'ri tushunishimiz lazım. İslam tarbiyasining bir qismi bilan bir qismi tashlagan bir butun erishimiz lazım. Bundan aqida tarbiyasi va
Ahlak terbiyesi var, fikri terbiyesi var, siyasi terbiyesi var, devlet terbiyesi var İslam. Bunu bir bütün eliştiriyoruz. Eğer bir bütün amma kapıp kalsa, bir işte kıplan, benim işim tügde, mesuliyetim tügde, beş namazhan insan ben, mümin insan çimeğe zarar vermeydiğen degen bilen, bu adamın mesuliyet tügmen. Senin kıygan işin yeki karakteri toktap kalsa, bir adamın bir gecede müdafaa tuğan, çıgırak olgan o işine tüven orunu kapıp kalsa Müslüman. Kaynıda kapıp kalsa de. Yani mesuliyetten bir bütün sen kurtulanmaya kalırsan de. Çünkü Müslüman İslam'ı sağlam bir bütün düşüngen vaxtida şarait qarta qaysi iş hemmede muhim bolsa, şu vaqtda farz olgan bir iş bo'lib qolsa, uni atlanır. Mesela Allah belgilegen farz ibadetler var. Her günlük mağdura mesela namazlık. Bu aldıkenlik mağmaydı. Davamlılık davamlışı. Onun başka namazını okup olgan deyken, İslam akidesi bilen davamlılık her saat, her vaqt yaşayımız. İslam ahlakı bilen her orunda yaşayımız. İslam fikri bilen, İslam dünya karşı bilen her saatte, her minutta yaşayımız. Bunu yaşap olgan deyken kıldığa işler. Bir iktisadi bir faaliyet olurdu. Bir siyasi faaliyet olurdu. Bir ilmi faaliyet olurdu. Bunu mu? Şu del vaqtıdır. Siyasi faaliyet kıldığı vaxtda iktisadi faaliyet önüm vermesi mümkün. İktisadi faaliyet kıldığı vaxtda da ictimai faaliyet önüm vermesi mümkün. Tabii halatda bir-birisini toluqlaydi. Lekin her bir vaqtdaki o'zi qarta qildigan bir vacip ish var. O'zi qarta qildigan bir farz ish var. Uni qilish boshqasidan avla, boshqasidan afzal degan. Bu hukmni bir. Albatta bu qandaqdir qadrkisdak oshunda bir ulug' ketsa tursa, uni qadrini tushirib etganlikni, uni tuvan o'rin ko'rsatganlikni ko'rsatmaydi. Albatta. Qadrkisi ulug'imiz ulug'. Har bir musulmonning uni yetgan bo'lishini, yetishini umid qilamiz. Shu vaqtning o'zida musulmon Allah'ın yolunda, Allah'ın rızalık için bir meydanda müstahkem duralıqanlıqı. Bu meydanların bir azlık açımız, kanda meydan babiyat uğuna olur. Allah'ın yolu bir müdafaa sebebi duralıqanlıqın ki, bu kadirkisini heremden ötkazganligini, evzel ikenligini bunu his qilish lazım. Tabii halatda bir yerde bizden ibadetlerle intilişimiz, davamlı kalbimizni ibadet bilen tazlap duruşumuz, davamlı ruhimizni ibadet bilen canlandırıp duruşumuzdan ibaret. Bu iş bilen biz turmakçı olan meydan, ispat edilmekçi olan pozitsiya, ya kılmakçı olan iş bir zıt emas. İkisi bir-birisini toluqlaydı. İkisi de biz bir hacet olamayız. Evet. Şirket kılımızda etkimiz çok on, ibadetke muhtaç, ibadet kılımızda etkimiz ictimai faaliyet kılışka muhtaç. Köpden köp rahmet hakikaten yuqorida so'zlab o'tilgan va bundan ilgariki bizning şu İslam biz programımızda nurg'un qitim qanchilgan sonlarda musulmonning faqat o'zining hayotini bilib, o'zi xato ish qilmay, faqatla o'zini bilib yashaydigan musulmon bilan umumning, davlatning, xalqning, musulmonlarning manfaatini o'ylab va uningdan kelgan azor kulfatlarga sabr qilib yashagan mu'minning erishadigan ajr mukofotini qanchalik ko'p ekanligini biz nurg'un darslarimizda so'zlab o'tdik. Bugungi bu yuqorida so'zlagan narsami shaxs sifatida faqat o'zini bilib ibadet koy bo'lishi mumkin, taqvodir bo'lishi mumkin. Bundaq yashagandan ashundaq maydon bo'lsin, mayli maydon bo'lsin va yoki shundaq jang maydonlarda bo'lsin. Bularning ajrining ashundaq darajada ko'p bo'lganligini aytib aytishadi va yuqorida so'zlagan narsalar. Hamda shu bizdan shu afzaliyatlik, shu afzallik, yaxshilik qadriga istimma ortiq deb bilingan narsalar. Ko'pincha bizlarda masalan yuqoridagi hadis so'zlab o'tilgandek cihat meydanlarında yoki devletini qo'g'dash chegara rayonlarida shu devletning shu yerdagi xalqning musulmonlarning izzat obro'yini qo'g'dash, dushmandan mudofaa qilish uchun shu yerda mudofaada turish, qorovullikda turish bular ko'proq tilga ilinib, jang maydonlariga bundaq afzaliyatning mukofotning shundaq maydonlarda tug'anlarga ham xos ekanligi ko'proq tashviq qilindi bizlarga. Yuqoridagi maydon masalasini tilga ilindi. Bizden bu şundak düşünüp kalışımızdaki halkımızın sebep ne bunun demdi? Yukarıda hadisten zahiri karta bir kısım karindaşlarımız en evzelliş Allah'ın yolu can kılış. Hoş. Cihat kılış. Bunun aldığı kurtulduğu aşı yok. Bu hadis gelgen işte fakatlan kurallık hareket kartı var. Ameliyette hadis gelgen iş bir yerde haristi. Hayrasa. Bunu bugünkü zamandaki o cihat meydanındaki karindaşlarımız bunu rabat dep ataydı. Bundan tili boyunca sözleyelim. Allah'ın yolda müdafaa tur. Ribatun fi sabilillah. Ribatun fi sabilillah. Rabat de. Ama ribat degen chegara qo'g'dash degan ma'no. Xo'sh. Chegara qanday aytsa, dushmanning so'qinib kelish ehtimoli bo'lgan doiraning hammasi chegara. Bu yerdagi ribatning ma'nosi faqatlam
tamdan yasalgan yoki tuproqdan, toshdan yasalgan chegara qartilgan so'z emas. Umumiy doirani ko'rsin. Masalan, dushmanning so'qinib kelish ehtimoli bo'lgan chegaraning ichida aqida chegarasi bor. Islom aqidasiga hujum qildigan, islom fikriga hujum qildigan, islom madaniyatiga hujum qildigan, musulmonlarga hujum qildigan chegara bor. Demak, bu yerda qo'g'dash tegishlik chegaraning ichida tuproqdan yasalgan, toshdan yasalgan chegara bilan birlikda, vatanniki tosh tuproq chegarasi bilan birlikda aqida chegarasi bor. Xo'sh. Ilmiy chegarasi bor, ilm ma'rifat, qo'g'dash tegishlik. Agar ilm ma'rifat bo'lsa, bugun kerak, halimiz fikri chegarasi bor. To'g'ri fikr qaysi, xato fikr qaysi, to'g'ri ideya qaysi, xato ideya qaysi. Musulmonlarning qo'g'dashdan iborat bu chegara bor. Bu chegarani qo'g'dash albatta o'z ichiga oladi. Shu buni qo'g'dashda faqatla ish nima bilan cheklanib qolmaydi? Harbiy harakat bilan yoki qurolliq harakat bilan cheklanib qolmaydi. Shu bu yerda bu yuqorqi aqida chegarasini qo'g'dash, islomlik fikri chegarani qo'g'dash, ilmiy chegarani yoki musulmonlarniki siyosiy harakat chegarasini qo'g'dash hargizmi tosh tuproqda yasalgan bu chegarani qo'g'dashdan tuban o'rin tutmaydi. Chunki millatga yoki avomga foydasi yetadigan har qanday bir harakat, har qanday bir foydali ish yuqorqi hadis deyilgandek Allohning yo'lida o'zining maydonini ifodalaganlikning qatoriga kiram do'stlar. Masalan, misol olaylik. Mas'uldan birisi, ya'ni mas'uldan maqsad bir hokim, bir boshliq, bir rais. Bir imzo orqali nurg'un yaxshilik qilib o'talishi mumkin. Masalan, misol olaylik. Turkiyani misolga olsak, bir imzo orqali bir oylik gaz vakolatdir. Xo'sh. Buni 20 million yoki 30 million oilaga taqsim qilinib olsa, necha milliard pul chiqadi biz bilmaymiz. Uni bilganmiz. Masalan, bir imzo orqali 2012 İstanbulda hijobga qarshi turish bo'lmaydi. Ayollarningki yog'liq atishi o'ziniki erkinlikka degan qonun yo'l qo'ydi. Gerçi bunaga JHP va boshqalar namoyish qilib e'tiroz bildirgan bo'lsin. Xo'sh. Balkim bir rais bir imzo orqali nurg'un insonlarningki zulmdan qutulib, adolatga erishishi, mahrum qolgan huquqlarga erishishi mumkin. Masalan, Turkiyadagi 50-60 ming Uyg'urni misolga olsak, bir imzo orqali ko'pinchisi yoki hammasi balki ba'zi vatandoshlikqa erishdi. Yoki erishyapti, yoki yo'lda. Bu yurtdagi bir imzo orqali masalan. Demak, bu yerda bir imzo 5 minut ketadi yoki 2 minut ketadi. Bir odamning mavqifi, bir vaqtlik mavqifi, pozitsiyasi yoki maydoni nurg'un ishni o'zgartirib o'tadi. Masalan, İstanbul'daki nurg'un ojiz uylarniki masalan, yerim pulni biz to'lab beramiz, yanada yozsanladi. 1,5 million uy xabar chiqishi, buni chekib yanada yozsanglar, yerim pulni davlat ko'rtirdi deb imzo atdi. Nurg'un insonlarga osonchilik yaratdimi, yaratmadimi? Demak, bu maydon masalasi, maydon masalasi. Demak, bu maydon masalasi ba'zida qurol tutgan odamdek qiladi, ba'zida qalam tutgan odamdek qiladi, ba'zida huquq, mansab tutgan odamdek qiladi. Shu bu yerda bu robot desam, faqatla biz robot turyapmiz, qog'alli uxlab o'tadi, nima ish qilib bo'ladi deydigan ma'qul xato tushunchadan ba'zida qutulish lozim. Masalan, yana buni misol olaylik. Bugun kunlikda musulmonlarning ichida Uyg'urlarga va shundaqla bir qism musulmonlarning aqidasiga shiddat hujum bo'lmoqda. Ularning axloqlari og'ir darajada tahdid kuch qilmoqda. Kimliklari tahdid kuch qilmoqda, irqiy qirg'inchilik qilmoqda. Uyg'urlar va bir bo'lak musulmonlar. Uning ustiga musulmonlarning aqidasini azduradigan, axloqini buzadigan, har turli shubhalar tashlaydigan oyda bir davrda yashayapmiz. Xo'sh. Mushu paytda, mushunda bir og'ir sinoq bor, og'ir besim bor bir paytda aqida mustahkam turish, islom prinsiplari mustahkam turish, musulmonlik axloqini mustahkam turish Allohning yo'lida maydoni ifodalaganlik emasmi? Maydoni namoyon qilganlik, namoyon qilmaganlikmi? Namoyon qilganlik. Allohning yo'li chegarani qo'g'diganlik. Bugungi kunda islom musulmonlarga yordam berish, islom kimligini qo'g'dash, siyosiy erkinlikni mudofaa qilish Allohning yo'l chegara qo'yganligimiz, albatta chegara qo'yganlik. Buniki doiralarni bir oz ekan taqim tafsili ochamiz buniki. Demak, bu yerda bu
hirasa yoki ribat degan faqat jihad hadisga u qurolli harakat qilan xos emas. Allah razı olsun. Bundaqda oxirida shu qadr kechasini afzal harakat elib berildigan, afzal bo'lgan harakat maydonlari qaysilar degan. Bunun meydan misalları yamancık. Ben bunun 4 yoki 5 türlük bir misal alayım. Birinci bu alimlarınki yoki ulamolarninki ribat tuturuş meydanı. Ulamolarninki meydanı isbotlash meydani. Ulamolarninki chegarani qo'g'dash meydani. Nimadan iborat? Buni bir kelaylik. Ulamolarninki mudofaa turgan o'rni yoki ulamolarning pozitsiyasini isbotlaydigan, meydanini aniq jakalaydigan o'rni islom aqidasining chegarasini qo'g'dash. İslam prensiplerinden chegarasini qo'g'dash. İslam axloqini qo'g'dash. İslam kimligini qo'g'dash. Milletga nisbatan ta'lim tarbiya majburiyatlarini ado qilish. Yoshlarni ozg'un fikrlardan, xato hukmlardan qo'g'dash bu olimlarning chegarasi. Agar o'zini ulamo deb atalgan bo'lsa, yoki shu xil qalpoqni unvonni kiygan bo'lsa, bu odamlarning chegarasi bu. Bular chunki bu ishlar bularga nisbatan farz ish. Eng muhim darajadagi farz ish. Şunu bularniki eng muhim ishlarning birisi maktab qurish orqali, mayli madrasa deb atsan, maktab qurish orqali millatga shariatning bilimlarini, islomni, ya'ni aqidasi islomni bildirish. İjtimoiy bilimlardan xabardor qilish, siyosiy bilimlardan ularningki eng ufqini echish bu ulamolarningki voz kechib bo'lmaydigan mas'uliyat. Yani shunday ulamolarningki mudofaa qilgan chegarasi emas, islom haqiqatlarini yoritib beradigan, islomning prinsiplarini aniq tunutib beradigan, islom to'g'risida paydo bo'lgan shubhalarga raddiya beradigan materiallarni yozib chiqish yoki kitoblarni yozib chiqish bu ulamolarningki kech kunduz mudofaa turadigan, qo'g'dimiz bo'lmaydigan qal'asi yoki chegarasi. Buni rabat deb tushunamiz yoki rabat deb bilish lozim. Bunun delili bağımız nurgun deliller. Buna bir misal alayım. Kur'an-ı Kerim qarsa, Kur'an-ı Kerim Müslümanlarını her qanday vaqtida. Meyli sizlar xotirjam holat bo'langlar, meyli rasmiy jang qilayotgan holat bo'langlar. Qaysi bir sharoiti bo'langlar, millatni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan, millatning Alloh bilan bo'lgan orasidagi munosabatni to'g'ri yo'lga yuzlantiradigan, to'g'ri yo'lga tashabbus qiladigan, xato azg'un fikrlarning kelib chiqishining oldini oladigan ulamolarni tarbiyalash. Ulamolarni chiqarish, yetishtirish millatga farz Allah Taala. Bunun delili Kur'an-ı Kerim'de falawla nafara min kulli firqatin taifatun yatafaqqa. Her bir cemiyettin, her bir mahalleden, her bir yurtdan bir bölük adamlar atlanish lazım. Hareket qilish lazım. Jangi chiqqan qo'shi buni jihad deb qarash lazım. Ko'rash deb qarash lazım. Nemish qasi dinni bilishlar yatafaqqa. Millat dinni sog'lom tushunish uchun bir bölük kasbiy odamlar kespliş lazım dedin düşünsel yetafakkadı. Fakih oluş lazım. Resmi bilimlik alim buluş lazım. Vaizlik bilen toktap kalmay, talip toktap kalmay, kesbi bilim ügünüş lazım. Eğer bu meseleyi salkarsa, yani bilimni elep, uflap yetevasa, ya ki başka bir saha kirip özü meseleyi unutup kalsa, bundan aldığın hesap var. La Allahum yahdarun. Uşşen tapsın bu da. Mesul öteyemese onunki hüddistan çıkan bulmaydı. Bu ayet karsak, Tabuk uruşuq münasebetli düşken bir ayet. Hoş. Jang meydanına düşken bir ayet. Bu jang meydanına düşken ayetinin taqazası nima bu? Ulamolarni yetishtirishdan iborat bu mas'uliyatni Alloh taolo ummatga yuklagan bo'lsa, har bir yurtga, har bir jamiyat. Jang meydanına nima tushdi? Demak, musulmonlar deydi, sizlar qanday sharoitda bo'linglar? İslamni to'g'ri tushunishinglar uchun, islom bilan to'g'ri yashashinglar uchun har zaman ulamolardan ayrilmanglar. Ulamolarning aqsida manglar dedi. Ulama yetiştiringlar dedi. Ulama tarbiyalab chiqinglar her yurtdan, her bir mahalladan. İstinglarda bo'lsin ki jihad qilsanglar, siyosiy harakat qilsanglar, iqtisodiy faoliyat qilsanglar, yana bir ish qilsanglar, shu ishning sog'lom bo'lishi, aqidanligiga, shariatingiga, e'tiqodingiga, dunyo qarashingizga ideallik to'g'ri bo'lishi uchun olimlarniki ko'rsatmiz lozim. Ishning to'g'ri bo'lishi uchun olimlar ayrilib qolib qolsanglar, chatoqchiq dedi. Ish to'g'ri uchun olimlikka ergishinglar dedi. Şu alim yetiştirişini bunu farz deydi. Demek bir yerde ulamalar yoki olimlar o'zining vazifasini ado qila olsa, chegara mudofaa tura olsa,
İslam aqidasini yoritib berish, islom prinsiplarini oshkorlab berish, yoki millatga islomni bir butun izohlab berishga o'xshash tar doira kirgizib, millatni qaymoqda olmasdan, yoki millatning farzandlarini aldab avar qilmasdan o'zining vazifasini ado qila olsa, mujohidlar o'xshash savobga erishadi. Xo'sh. Eng cho'ng mujohidlarningki, eng cho'ng ulamolarningki chegarasi, mudofaa qal'asi mana bulardan iborat. Buni unutib qolmas kerak. Ulamolar bo'lsin, mayli boshqa sabtiki bo'lsin. Bu birinchi ulamolarningki maydon. Bu orqali bu ulamolar bu vazifasini qilsa, qadri kesiga o'xshash savobga erishamiz, erishadi. Bu adamsa şu nimishqa mesela bu meydani qal'asi yoki chegarasi degandan bu yerdan o'limalar, olim o'limalar chiqib ketmaydi, rasmiy qurolliq jang maydonlariga bormaslik kerak degan uqum chiqamdi. Chiqmasa nimishqa maydondagilar davomli holatda bu olimligini qilib o'quvchi tarbiyalab qilayotganlarni ayiblaydi. Sizlar haqiqa dinni tushungan bo'lsanglar, o'qigan bo'lsanglar, o'qigan bo'lsanglar, mishakildinglar deb davomli holatda bu ayiblash uchrab turdi masalan sizlarga. Xo'sh. Jihad rasmiy boshlangan vaqtida. Ya'ni qurolliq kurash boshlangan vaqtida. Xo'sh. Buning odam, har bir odamningki, har bir erkakningki, har bir aqli hushli bir odamning qatnashi lozim bo'lgan chog'da, ulamosi bo'lsin, ziyolisi bo'lsin, dehqon bo'lsin, yabaq qilib qolsin, uning qatnashi farz. Unaqmaydi. Bu muttafaq masala. Endi bugungi bir qism da'vogarlar bu ulamo jihad maydoni yo'q yoki jihadga yaqin kelmaydi degan. Xo'sh. Jihad islomda farz. Jihadning farz ekanligini e'tiqod qilmay turib, buni tashabbus qilmay turib, buni tushundirmay turib, u ulamo hisoblanmaydi, ulamo bo'lanmaydi. Xo'sh. Ammo boshqa ulamo demaydigan qadasi u jihadni xato tushunib olgan yuqori qo'sh. Bizdan mujohid qolgan mujohid emas deydigan xato yo'l kirib olgan deydi. Asli seni osh yo'l aytgan jihad qilsang Allohning roziligiga erisha olasan. Haqiqatni qo'g'disang, aqidangni mustahkam tutsang, dushmanga mana men deb chiqarsan, jannatning yo'li bor deb tushundiringmi? Agar istixborotdan bo'lsa qilib qolsa haqiqiy ulamo. Ammo afsuski, bugun kunlarda buni tashabbus qilayotgan nadik odam. Qaysi jihad maydonidagi odamlar? Biz bu yerga kelsak nurg'un masala chiqadi. Biz bilan dushmanimiz birinchi darajadagi dushmanimiz Xitoy. Bizga tajovuz qilgan bu dushman bilan jihad qilish, jang qilish har bir Sharq Turkistonlik musulmonga farz. Bizning maydonimiz u yerda. Xo'sh. Ko'rishimiz u yerda. U ish boshlanib qolgan vaqtida ulamosi, ziyolisi yanimsiz qolmaydi. Qo'liga qurol olib, oladigan bo'lib qolsa ko'radi. Ammo bugun sen nima qilyapsan bu jihad? Maq bu jihadni vaqt ko'pincha hammasi emas, ko'pincha bugungi o'zini jihodiy deb qarayotgan, yoki jihad harakatlar deb qarayotganlarniki bir yerda chatoq bor buni. Fikrda chatoq bor, ideyasi chatoq bor, ish harakati chatoq bor. Nereden chiqdi bu chatoq? Çünkü bularni yetaklamagan ulamo yo'q. Ummat e'tirof qilayotgan, haqiqiy yetishgan olimlar bularniki o'rnak emas, ustoz emas. Shu bular hele birisini tağut deydi, hele birisini murtad deydi, hele birisini qozilik qiladi. Shariatni bilmaydi, islomni bilmaydi, muftilik qiladi. A ishni qildi, ma ishni qildi. Sen kim, sen nada bunu? Nima salohiyati bor? Baqqal bo'lishib qaramay, masalan, nimaning kafir deydi? Erdoğan'ın kafir deydi ba'zilar masalan. Xo'sh. Qanday kafir bo'ldi, nada sen nima bilsan? Çünkü bular fatvo berayotgan, jihad yetaklanmagan ko'pincha ya injener sabitlik adamlar yoki dehqon yoki yana biz. Haqiqiy yetishgan ulamo, murshid, yetakchi bo'lmaganlik uchun shu ozg'un fikrlar bilan millatni qaymoqtman, musulmonlarni qaymoqtman bir qism odam. Biz bu sohaga kirmaymiz, chunki kiyimimiz burilmaslik uchun. Xo'sh. Bu deydi kifoya. Tamam. Devam qilaylik. Ikkinchi, biz ham ulamolarniki qal'asi yoki chegarasini bayon. Hamda olimlarniki umumiy deydi. Men ulamo deb atishimdagi sabab doirasini biroz belgilagan bo'lish. Ham olimlarniki, mutafakkirlarniki, o'z sohasidagi kasbiy xodimlarniki, kasbiy shaxslarniki chegarasini. Har qanday sohadagi olim. Har qanday soha. Fizikchi bo'lsin, ximiyachi bo'lib qolsin, yoki idora boshqaruvchi bo'lib qolsin, olimlarni, mutafakkirlarni. Bularning vazifasi munoyati yuksak. Bu olimlar millat muhtoj bo'layotgan sohalarda. Millat muhtoj bo'layotgan sohalarda yaramliq odamlarni yetishtirish uchun, yaramliq avlodlarni tarbiyalash uchun maktab qurib chiqish lozim. Bularning majburiyati. Bizni qilib tugatgan bo'lmaydi.
Bu köreş qachongacha davomlashib qilmaydi. 100 yildan ortiq davomlashib keldi bu bizniki siyosiy mücadelemiz yoki erkinlik mücadelemiz ko'rishimiz 100 yildan ortiq davomlashdi. Normalde bir insondagi umri 60-70 yil bo'lsa, bu aqlini topib 20 yil o'tib ketsa, bu qachongacha davomlashib qilinmaydi. Bu ishni uzluksiz davomlashtirish uchun izbosar yetishtirish lazım. Buning uchun olimlar, mutafakkirlar, aql egalari yaramlıq avlodlarni zarur bo'layotgan sohalarda tarbiyalash uchun maktab qurib chiqish lazım. Gelgan qilib avar qilmaslik lazım. Bu mening shogirdim, mening balam yoki mening tuqqanimning demasdan millatning balasi, millatning farzandi, millatning askari deb yetishtirish lazım. Ammo afsuskundaga emas ko'pincha kurs maktab egallariga qarasak. O'zini to'lishtirishdan boshqa nima yo'q. Bu millatning farzandi, millatning askari degan ruh yaqinmaqlik. Chunki o'zida bo'lmagan narsani boshqalarga berolmaydi. Biz u to'g'ridan keyin to'xtiramiz. Ikkinchi bo'lib bu kasb sohasiga masalan mutafakkir deb qaralganlar, olimlar, kasb egalari zavod fabrikalarni qurish lazım. Mayli vatanning ichida bo'lsin, vatanning sirtida bo'lsin. İmkaniyeti olan baylarını, imkaniyeti olan şahsların zavod fabrikalarını kuruşqa, sanaat merkezini kuruşqa yüzlendirişi, teşebbüs kılış lazım. Bu arkalık nurgun adamlarga işlep bereleydi. Nurgun adamlarınki yaşaş işlerini asallaşıp bereleydi. Bu zavod kurup Müslümanların turmuşunu kandaş Allah yolundaki en ulu ibadetlerinin birisi. Şununla birlikte bu alimler yoki mutafakkirlar tadqiqot markazini qurib chiqish lazım bularning vazifasi, bularning chegarasi. Bu tadqiqot markazi boshqa ish qildi, qahva ichib, choy ichib o'tirib, vaqtini o'tkazdi. Ammo millatning ma'digan yo'lini qaysi yo'ldan ma'du? Qanday qilsa aqidaga to'g'ri ma'ngan bo'ldi, qanday qilsa shariatga uyg'un yashagan bo'ldi, qanday musulmonlarchilik to'g'ri yo'l yashagan bo'ldi. Buni xaritasini sizib chiqadigan odamlar aql omborlariga tadqiqot markazlari. Agar bu qas buni yaratish lazım yo'q bo'lgan bo'lsa. Masalan, islomga loyiq bir harakat qilaylik. Musulmonligimizga loyiq harakat qilaylik deganmiz, bu tadqiqot markaziga tayinish lazım. Bu bo'lmay turib bu harakatni siyosiy kurashni, siyosiy harakatni olsun, ilmiy harakatni olsun, tarixiy yoki madaniy yoki til nimaga munosabatli olsun, bu aql omborlarini qurib chiqmay turib, uni epbag'inolmaydi. Ama bu o'yinning natijasi oson chiqmaydi. Ba'zi 1 yilda, ba'zi 2 yilda, ba'zi 5 yilga ketishi mumkin. Bu yo'l xaritasi sog'lom holatda 5 yillik, 10 yillik bir yo'lni belgilab shu bo'yicha harakat qilish. Bu oson ish emas. Ammo buni bilmaganlar qashqisha o'tiradi. Bilganlar qilinglarsa 1-2 oyning ichida bizda onam qana deb bizga chiqadi. Bizda dadam qana deb ening qanaqasi yo'q bu odamlar. Vatanim, millatim deydigan ruh bor yo'q. Yana biz qo'pa bu 2 oyning ichida vatanni ozod qilib o'tamiz deb. Natijada qarasam millatni ummislanir. 2 oyda ozod qilman degandan qana deb. Millat boshqa og'iz o'lan degan bilan shirk bilan deydi. Voy 6 oy mayada tursak butun dunyo aralashib Xitoyni uni qilib o'tib, buni qilib o'tib, ozod qilib deygandek ajnab tushuncha bilan nurg'un odamlarni hozir siyosiy faoliyatdan, siyosiy harakatdan ummislantirgan bu xil illat mavjudmi? Mavjud. Reallikmi bu reallik? Bu qandaqdir ba'zilarga tanqid, ba'zilarga zarba berish emas, siyosiy harakatga xatolik. Yani bir ishni 5 yillik, 10 yillik planlayolmay, 2 oylik, 3 oylik, 5 oylik qilgandagilar bu ishning mag'lubiyat ekanligi mana deb suv yuzi ko'rindi. Reallikmi sizlar? Bugun odamlar qarasa, 2 yildan saklab turib aytish olmaydi. 80 yildan saklagan bu millat aytish olmagan bu 2 oy bo'lmaydi bu ish. Bir ishni qilish uchun, bir balani muhandis qilish uchun az yana 5 yil ketadi maktabda o'qish uchun. Bir odamni saqchi qilmasa 4-5 yil ketadi. Bir adamni tashviqotchi qilay deb qalsa 2-3 yil o'qitish ketadi azgancha. Bunaqa bardoshlik ko'rib mablag' solish lazım bu millat agar ish qilaman desa. Onam qara, dadam qara, nurg'un mablag' to'kibdi, qarasa top qilinmaydi bu odamlar. O millatni bizning onasi bilan bizdan dastur qutqazg'inmaydi. Hammamizni onam, hammamizni dadam deb qaragancha endi qutqazg'in oldi bu millat. Xo'sh. Ahvol bu. Xo'sh, bu endi buna bilan birlikda, ya'ni bu mutafakkirlar olimlarning ko'zibsa muhojiratda islomiy markazlarni qurib chiqish. Muhojirat yashash. Dunyo hozir dunyoning hamma yeri qarasa Uyg'urlar mavjud. Har bir davlatdagidek bor. Bu yer Uyg'urlarning aqidasini qo'g'dash, axloqini himoya qilish, tilini himoya qilish, milliy madaniyatini saqlab qolish, ya'ni Uyg'urlikni, musulmonlikni qo'g'dab qolish uchun islomiy markazlarni qurib chiqish ehtiyoj bor bo'lsa, jiddiy ehtiyoj bor. Mushu markazlarni qurib chiqish Allah'ın yol çigrani qo'g'diganligini, çigrani qo'g'diganlik. Cihat meydanı tuğallık, cihat meydanı tuğallık.
Allah'ın yolu meydanı işbal, meydanı işbal. Çünkü u yerda islomiy markazlar bo'lmasa, u yerda bolalar nima bo'lib ketadi? Hristiyan jamiyatida yashagan bo'lsa Hristiyan bo'lib ketadi. Yahud jamiyatida u yerda yo'qdi Yahudlar, kichiklar, cho'nglar bo'lgan bo'lsa-mi, yana bir şey bo'ladi. Yana bir şey bo'ladi. Demek bularni islom doirasida, islom aqidasi bilan, islom axloqi bilan tutib turish, millatning milliyligini saqlash uchun islomiy markazlarni qurish muhojirat Uyg'urlar nisbatan bu intayin muhim farz ishning birisi. Bundan sal qarg'inilmaydi. Bolalarni himoya qilish, shundaqlam cho'nglarni haftalık olmasa oylik suhbatlar bilan, oylik nasihatlar bilan buni e'tiqodiga nima uchun ijrat qilib chiqqanlar, nima uchun chet elga chiqib, nima uchun buni majburiy narsa, buni ya'ni vatan millatga e'tiqod bog'lash uchun bu markaz chegaradan muhim, chegara rol o'ynagandek rol o'ynaydi. Uchinchi qadrga erishgan bo'lgandek yana chegaralarni qatoridan iqtisodiy kurash maydoni yoki iqtisodiy rabat maydoni deydi onun tili bo'yicha. Xo'sh. Tabiiyat bu iqtisodiy rabat maydoni yoki iqtisodiy kurash maydonisi bu turli doiralarni o'siyor. Masalan, muhtojlarning, kambag'allarning holidan xabarlanish uchun buni yordam bergan organlarni qurib chiqish. Tabii bu holatda balkim bizga so'rashi mumkin. Maviylarda mesela İstanbul'da başka yerde bağım yok mu? Maymen çetelde nukuruldu 3-4 yıl var. Bu ölçüm bu iş gerek. Sen yardım alasın bizden falan. Sen bir yılda yardım 2 yıllık ya 4 yıllık. Üzüş lazım. 4 yıldaki. Yalnız yötkülisten. 4 yıl teminlik hem de üzerine oturmuştu özen kanda. Birer ünev ügen, birer kesip ügen, birer iş kıl. Bek bir muhtaç, bek hali boş olup kalsa o ayrım. Eğer bir iş kılalaydıgan olup kalsa bir mektaptan bir okuş 4 yıl okuydu. Normalde Ali mektap. Şu arlıkta bana verimiz kesiptim işte ögen. Ne diyecek kesip duracak? Tili ögen, onu ögen bunu olacak turmuşan kanda bu yoldan koysalar. Bu davamlılık açıdan verip karısa başkalar alanmagan ağalar el kolduğan da bu hata usulden bu kullanışlar. Ben münasebet yoktu. Kirip kaldık misal tarikisi de belki başka soğuruşup kalmıştı. Yani şundan bu iqtisadi rabat meydanında Allah'ın yolda elip verilatkan, Allah'ın razılık için elip verilatkan köreş meydanları. Buna yardım kılış. Bunu yöleş, bunu himaye kılış, bu mu iqtisadi rabatına kadar. Buna dair çık. Fakat bu kembag'al muhtojlar yardımcısı için. O bir tarmık. Xo'sh. Bu Müslümanların gemini yiyiş. Müslüman diyarını kutulduruşunda gemini yiyiş. Her bir Müslümanın usul perzeyin. Biz fakatlam kembag'allar yardım verip şu yayı tüketsek. Bu iqtisadi rabat, iqtisadi köreş. Masani kim yöleydi, kim himaye kıldı? Bu milletin kim kutuzdu? Qosaqning masalasi tugmaydi. Onun ko'ngil bo'lish muhim, lekin qo'saq ko'ngil bo'lgandan bakrak o odamni o'g'itish muhim. U odamning aqlini o'g'itish u intayin muhim. Xo'sh. Xo'sh, buning dalillari, buni ham kirmayli. 5-chi misol siyosiy kurash, yoki siyosiy ribat maydoni. Ba'zanlar deydi, qurolli harakat qilganlardan. Bundan boshqa qilganlarning foydasi itiraz bildirganlarning foydasi, yig'in ochganlarning foydasi, siyosiy ish harakat qilganlarning foydasi, ish qilaman bo'lsa qurolliqli qilish lozim. Alloh rozi bo'lsa aqaslardan. Agar natija qozonilgan bo'lsa, hech kim to'song yo'l ochiq 20 yildan olsa, yo'l ochiq. Hech yo'g'ini yo'q. 4 yildan olsa, 5 yildan olsa siyosiy ish qilib hech olmagan bo'lsa, boshqa qildim hech yo'g'ini yo'q. Shu bu yerda biz taptani qilish tamoman xato. Shu bu yerda taptani qilmay bu askeri rabat farz bo'lgandek, mo'yin bo'lgandek siyosiy rabatning farzligini e'tirof qilishing lozim. Bu zulm qarşıtırış için, mustamlika qarşıtırış için, tajovuzchilik qarşıtırış için, fasodchilik, buzg'unchilik qarşıtırış için bu siyosiy kurash ruhini yetiltirishning farzligini e'tirof qilishing lozim. Bularmi bir tajovuzchi bo'lib qolsa, zulm bo'lib qolsa, bunaqa har bir musulmonning kuchini hech qarşıtırış farzmi, farz emasmi? Kim bo'lishdi, qaysi soat bo'lishiga qat'iy nazar uning farz. Hamda bizning yurtimizdagi bo'lsa, boshqalar o'zining ishi milyonlagan odamlar turmoq kirib ketdi. Bundan hammaning oldida kim kirib ketsa o'limolar turmoq tashlandi. Mutafakkirlar turmoq tashlandi. Millatning har erkak izmatlar turmoq tashlandi. Bularni mumkin bo'lib qolsa turmoqdan chiqarish, bu Allohning yo'l chegirgan qo'dg'anlik emasmi? Qo'dg'anlik. Ham turmoq kirib ketgan shu o'limolarning vatanni deb, millatni deb, mush ummatni deb, iymonni, e'tiqodni qo'g'dayman deb turmoq kirib ketgan shu o'limalarniki, shu olimlarniki, shu mutafakkirlarniki balchaqillarga yordam sunish.
Yordam qilsin. Bolalarni baqish, bolalarni maktabda o'qitib qo'yish, shundan holidan xabar olish. Allohning o jihatmi, jihat emasmi? Jihat. Ama afsuski bugungi kunda bu ish bormi? Yo'q. O'zimi yo'q, o'zining pulimi yo'q. Buni yaqin kelib qolsak, buni nimasi chiqadi, biz qarz chiqadi deydi. Hey, ash olim ay turmog'i dastlab tashlangan bo'lsin. Nima uchun tashlan? Sinag'amangni yer. Ma millat bir hurlikka erishsin, adolatga erishsin, aqidasi bilan yashsin, axloqi bilan yashsin, bir insonlik bilan yashsin deb siyosiy kurash qilganlik tashlanadi. Uning jinoyati var, jinoyat yo'q. Mas'uliyatni ado qildi. Shuning uchun olim turmadi yashsin, 20 yil yetib kelsin, 3 yilga Allohimizni osonlik qilib chiqarsin, qisqa vaqt ichida. Ularninki haq yo'lda deb turma kirib qolgan bo'lsa, turmada yotganligi, haramda qadrkisini o'tkazganlikdan haq yo'l turib o'tkazgani turmada yotganlik afzalmas, afzal. Biz turmga tashabbus qilmaymiz, ammo haq yo'l deb millatning g'amini, ummatning g'amini, vatanning g'amini deb turgan mal maydon shaxsiy shakldagi, yakki shakldagi qadrkisininki yirismanlardan afzal. Gerçi hammamiz shu kechiga yetishni orzu qilgan bo'lsak. Zalim hakimiyetini hadisga aylandik. Zalim hakimiyet. Tajovuz hakimiyetini oldida haq gap qilish. Mening vatanim Sharq Turkistonda. Sen tajovuzchi, sen dushman, e'tiqodimga dushman, axloqim, har yerim dushman deb maydonini jakalash. Hadis nima deb qardoshni? Mushunda deb o'lib ketib qolsan sen shehid dedi. Ammo afsus ko'p deb qarasa, vatanning ismini deyishdimi nima qildi? O'zining musulmonligini ishballashtirdi. Dindar ekanligini ishballashtirdi, nima qildigan? Yaxshizil bo'lgan bir bo'lik insonlar mavjud emasmi? Mavjud. Xo'sh. 5-maydon mujohidlarning maydoni. Ya'ni chegara qo'g'dash uchun. Tosh bilan yasalgan, yuqori degandek, vatanning chegarasi qo'g'dash uchun qo'l qurolgan. Kechinlar uxlamay post tutgan, rabat tutgan. Bularning jihadimi? Hadis deyilgandek, bular shu chegara qo'g'daymiz deb qadr kechsida haramga borammasmi? Kabini qashiq borammasmi? Oshnongdan afzal hadisning ro'yi bor, savob erishmam desa, erishadi bu. Albatta bu qurolliq yoki mujohidlik kurash ro'yi yoki chegarani qo'g'dash iborat bu ro'y xalqiga bir omonlikni, xotirjamlikni ishga oshirib beradigan. Xo'sh. Xalqiga bir hurlik, adolatni, erkinlikni ishga oshirib beradigan har bir kishi uyg'un. Faqatla bu qurolliq kurash qilgan odam xas emas. Kim o'zining xalqiga omonlik bera olsa, keltirib bera olsa, xalqining adolatga erishishini saqlay olsa, xalqining bir hurlikka erishishini saqlay olsa, o'zining e'tiqodi bilan, o'zining kimligi bilan yashash bir fursat yaratib bera olsa, haqiqiy chegarasini, vatanning chegarasini qo'g'dagan azamat shu. Kim bo'lishi qatnazar. Oxirdagi bir misol bu maydonlarning ichida tashviqat maydoniga rabat. Tashviqat maydoniga rabat. Ba'zan desa bu alaqat dunyoni tushunmagan, siyosatni tushunmagan, davlatni tushunmaganlarniki ko'z qarash bo'lishi mumkin. Nima bor buningda deb. Bugungi kunda tashviqat vositalari eng xatarli qurolga aylanib qoldi. Xo'sh. Bugungi kunda o'q chiqarmay tashviqat bilan davlatni mo'lliqat qilib o'tadigan, bir davlatni yiqitib o'tadigan, bir partiyani yiqitib o'tadigan holat keldi. To'g'ri. Biz Turkiyaning ko'l tarixiga kirmaymiz. Nurg'un misollar topildi. Bugungi misolga qarasaqmi, birisining nomzodlik voz kechishimi, oqshom chiqqan g'alati bir surat bilan, bir tashviqot vositasi bilan birisi raislik nomzod bo'lishdan voz kechdi. Eng oddiy bir naq maydondagi misol. Bu bugungi kunda davlat ega bo'lgan istixborotdan kelib qolgan davlatning eng kuchli qurol tashviqot vositalari. Kamera. Bu xalqning ideyasini yuzlantirgan. Xalqningki ong saviyasini o'ngga yoki so'lga yuzlantirilgan bir xatarlik bir qurolga aylanib qoldi. Bugungi dunyo biz yashayotgan bu nima qarasak, reallikqa xuddi bu Turkiyaningki saylimi, Turkiyaning bir ichki saylimi bo'lmasdan nimaga aylanib qolgandagi shaylar ko'rinishida islom dunyosining saylimi bilan g'arb dunyosining saylimiga o'xshash bir ko'rinishga aylanib qoldi. Voy nereden topding bu gap nereden chiqsa tashviqot vositalari shu yerda chiqadi. Shu. Bu Turkiyadagi tuproq ichidagi insonlar uni rais qiladi, buni rais qiladi, shularninki tanlashi munosabatli masala. Ammo g'arb dunyosidagi bu saylovga hujumlar, raisni shaytonlashtirish, qizil diktator, uch-buchi deyish. Bu yo'q qilish lozim, chiqib ketish lozim deyish. Endi bu 6-7 masa egallarning garchi ideologiyasi, idis bir-birisiga yaqin kelmasin, faqat birisini yiqitish uchun kelganligi
xuddi ittifoqda ko'rganimda ertaga agar chiqib qolsa-mı parçalanıp tügedi adamın çünkü idis fakat bir şey kelmeydi. Fakat birisini bolluqat qilsalar bir yakilik. Ondan başka ittifaq kelgan bir noktan bağımsın yok. Bir programma, siyasi programmada bağımsız yok. Xuddi bu saylam qarşı İslam dünyası, Müslümanların saylamını, G'arb dünyası saylamını oyunda tutub verip qalğını bombi yalit al. Demek bu nima misal aldığısa təşviqatның ne kadar bir muhim kural ekanligini bir başqalar his qilsin deb bu gapni deb qo'ydi. Biz bugun temimizdagi bu saylam gibi bilan münasebeti yok. Evet. Şuna bugün kunlikda bu təşviqat sahası turib atqan. Təşviqat sahası olsa-mı əxlaqdan vaz keçməyən. Birinci bo'lib. Təşviqat əxlaqdan vaz keçməyən. Müslümanlıq əxlaqdan vaz keçməyən. İslam prinsiplərdən vaz keçməy turib. Müslümanların to'g'ri yo'linishga yuzlantirib atqan, to'g'ri fikr yuzlantirib atqan bu təşviqat qurolimi Alloh yo'lidagi rabat bo'lsa, rabat. Bugün kunlikda ko'rdik. Naq meydanı misalda. Ma'lum bir ismini demaydi. Sünnet inkarçıları meydana çıkıp bir kısım yaşlarının ezip geçişine sebep buldum, sebep bulmadı mı? Azgın yol kirip sebep buldum, sebep bulmadı mı? Naq meydan turib başka misal ketmeydi. Bugün kunlikdagi qo'chaqlarni deyil mesela televizorlar, bolalar qo'ylab berib atgan. Ba'zi filmlar qaralab bakın. Birisi axloqsizlikni tashabbus qilsa, birisi dinsizlikni tashabbus qildi. Birisi yana birisini tashabbus qildi. Buning hammasi tashviqotning kuch. Demak, buni sog'lom holat olib berish Müslümanların mecburiyeti de mi de şu? Bu Müslümanlık mecburiyeti. Demek bu yukarıkılar alimlerin çegrası, mütefekkirlerin ve kasb egallarının yoki ziyolilarning umumiy deylik. Mutaxassislarning chegarasi bu va iqtisod egalarining chegarasi va zulmga qarshi turish chegarasi va jihad qilish chegarasi va tashviqot chegarasi. Undan boshqa mishada ko'payamiz vaqtimiz. Mush chegaraning qaysi birisida har bir odam o'zining kasb doirasi bo'yicha, o'zining imkoniyat bo'yicha doirasida buni qo'g'dab tursa, e'tiqod sog'lom, ide sog'lom bo'lib qolsa, bu Allohning yo'lidagi rabat musrabat. Hadis deyilgan qo'shiq qadr kechisining savobini afzal savob erishamiz Allohning izni bilan payg'ambar sollallohu hadis bo'yicha erishadi deb. Allah razı olsun. E'tiqod qil. Köpten köp rahmet Rabbim hammamizni hem qadr kechisining ajriga erishgan hem bütün har qaysi sohada o'zimizning tegishlik vazifamizni ado qilib shu mukofotga erishganlarning jumlasidan qilsin deb tilaymiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan har bir musulmonning har qanday sohada bo'lishidan qat'iy nazar bu dunyoda to'ldirishga tegishlik bosh tortib bo'lolmaydigan vazifamizning borligi va u biz to'ldirayotgan o'rinningki agarda niyatlam xolis Alloh rizoligi uchun bo'ldi ekan, ana shu eng afzal bo'lgan shu kechidan afzal Allah'ның kechi kunduz qilayotgan har bir ishimizningki Rabbimizning roziligi şu can maydonlarda ko'zlari uyqusiz holatda chegarani qo'g'dayotganlar qanday ajrga erishsa, musulmonlarning manfaati uchun har sohadagi bo'sh o'rin, dushmanlarimizning hujum qilib taraf-tarafdan kirayotgan shu bo'sh o'rinlarni uningga qarshi to'ldirishni shuningga o'xshash jang maydonlarida ular bilan birga ro'baro holatda urushqanga o'xshash ajrning bo'lganligi bu yuqorida so'zlangan mazmunlarning ruhidan aniq chiqib turdi. Alloh subhanahu va taolo har birimizni qilishga tegishlik majburiyatimizni his qilib, shuningga ko'ra amal qilishga muyassar qilishini tilaymiz. Alloh subhanahu va taolo umr bersa, oldimizdagi sonda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.